Uyg'urlarning noposi. Abdori Doktor Mamtimin. Uyg'urlarning noposi zodi qanchalik? Bu uzundan beri talash tartish bo'lib kelayotgan va hozirga qadar aniq javob bo'lmay kelayotgan bir masala. Hammamiz bilgandek, Uyg'urlarning noposi to'g'risida o'xshamagan tashkilot va o'xshamagan shaxslar e'lon qilgan son orasida farq nihoyatda cho'ng. Hozir Xitoy hukumati e'lon qilgan Uyg'urlarning noposi 12 million atrofida bo'lsa-mu, biroq biz Uyg'urlarning noposini 20 million, 25 million, 30 million, 35 million degandek 4-5 xil o'xshamagan raqamlar bilan ifodalab kelyapmiz. Uyg'ur Akademiyasi vatandagi 255 fidoyining 2013-yili elib borgan tekshirish natijasiga asosan Uyg'urlarning noposini 20 million deb e'lon qilibdi. Meningcha biz son o'yini o'ynab, o'zimizning birlik, ittifoqlik jihatdagi obrazimizga ta'sir yetkazmay, kam deganda noposimizning sonida bo'lsa-mu, birlik kelayli. Kelgusida keng ko'lamlik nopos tekshirib, mukammal bir sonliq ma'lumotga ega bo'lish fursatimiz bo'lganga qadar Uyg'ur Akademiyasi e'lon qilgan bu sonni Uyg'urlarning noposining birlikka kelgan soni o'rnida ishlatayli. Hozir dunyoda 233 mustaqil davlat bor bo'lib, ularning ichida noposi 10 milliondan oshgan davlat 88, noposi 1 milliondan oshgan davlat 159 ekan. Eng az noposi bor davlatning oran 801 odami bor ekan. Dunyoga kuchli ta'sir ko'rsatayotgan Yahudilarning oran 15 million noposi bor. Agar biz mushu 20 million Uyg'ur noposi va vatanda uzundan beri yashab kelgan boshqa millatlarning noposi bilan mustaqil bir davlat bo'lsak, nopos jihatda dunyodagi oldingi 50 cho'ng davlatning biri bo'lishimiz mumkin. Shunga bu yerdagi masala yolg'iz son bo'lmasdan, balki sifat masalasi muhimdir. Noposimizni qancha ko'p desak, shuncha millatchi bo'ladigan ish yo'q. Noposimizni qancha ko'p desak, Xitoy hukumati qo'rqib ketib, bizga mustaqillik berib qo'ymaydi. Eng muhimi bizda birlik bo'lish kerak. Birlik kelgan bir son bo'lish kerak. Agar bizda birlik, ittifoqlik bo'lmasa, hammamiz xiyolimizga kelgan sonni so'zlab yursak, noposimizni ba'zilarimiz 15 million, ba'zilarimiz 20 million, yana ba'zilarimiz 20, 25, 35 million, hatto 45, 50 million deb atab olsak, nima bo'larmiz? Agar noposimizni har xil son bilan e'lon qilsak, yoki nihoyatda ko'p e'lon qilsak, xalqimizning hozirgi ahvolida cho'ng o'zgarish bo'ladigan ish bo'lsa, shuning bilan bizmo millatchi, vatanparvar bo'ladigan ish bo'lsa, u chog'da har birimiz noposimizni o'zimiz xohlagan son bilan e'lon qilsak va yoki oshirib desak bo'ladi. Bo'lmasa, kam deganda mushu noposimizning sonida bo'lsa-mu, birlikka kelayli. Uyg'ur Akademiyasi e'lon qilgan sonni Uyg'urlarning noposi to'g'risida texmi mukammal bo'lgan sonliq ma'lumotga erishkicha birlikka kelgan son o'rnida ishlatib turayli. Ijtimoiy taratquda bir qarindishimiz
Uyg'urlarning nüfus to'g'risida tövendikilarni bayon qilibdi. Hozir toplarda Sharqi Turkiston xalqining nüfus to'g'riliq izlanishlar bo'lib o'tibdi. Shunga men jamoatga bu haqdagi uchurni ta'minlashni muvaffaq ko'rdim. 1996 yil 7 ayda bir xizmat xulosasi so'rinida Abdunum rayonluq Cixi nazoratining kimlik ishlariga mas'ul Xitoy amaldorining ixtiyorsiz og'zidan chiqib ketgan son sifir ma'lumotida Uyg'ur yezqi bilan 18 yoshdan yuqorilarga tarqatilib bo'lgan ikkinchi avlod kimlik 19 million 967 ming deb o'tib ketgan. Arada 2 oy o'tib, shu so'rinda barliq kishilarni markazdan tekshirish guruhi kelib, hammamizdan bir-birlab shu so'rinda kimlar bor, kim nima dedi, sen bu so'rinda nimani anglading, yolg'on gap qilsang, tekshirib aniqlansa, qonuniy javobgarlikka tortilsan, buni hech kimga aytmaysan degan mazmunda meni 2 kun so'roq qilgan. U Xitoy amaldorini shu chog'da markazga tekshirishga elib ketibdi deb anglagancha, keyingi ahvolidan xabarim yo'q. Bu chog'da 18 yoshga to'shmaganlar va shu zaminda yashayotgan boshqa yeziqdagi Sharqi Turkistonliklarning soni qancha? U 20 million odamning 10 millioni 10 millioni ayol deb o'ylasak, bir jup ayoldan 1996 yildan bugungacha 22 yoshlik Uyg'ur yoki Sharqi Turkistonlik avlodlardan yana 10 million ko'paydi. Mencha bo'lganda 35 million Sharqi Turkistonlik bor desak, cho'ng xatolik yo'q. Bu menda hozirgacha saqlanib kelgan bir sir. Mening yuqorqi yozmoq bo'lgan ko'z qarshim tovandikicha. Bir millat nüfusining ko'payishi yolg'iz vaqtning o'tishiga bog'liq bo'lib qolmasdan, eng muhimi bir jup xotin olgan bola soniga, shu millatning tabiiy o'lib ketish nisbatiga, o'ttirchi umriga, kichik bolalarning o'lib ketish nisbatiga, har xil tabiiy ofat, urush va ajallik kasallik tarqalish qatorliq omillar bilanmi munosabatlik. U hargizmi oddiyla matematikalik hisoblag'ili bo'ladigan masala emas. Agar bir jup ayol 2 bola olsa, nüfus 20-30 yildimi asosan ko'paymaydi. Nüfus ko'payish uchun bir jup ayol kam deganda 3 bola elish kerak. 96 yildan keyingi yillar vatanda planliq tug'ut qattiq ijro qilingan yillar bo'lib, Uyg'urlar ichida 3 bola olgan ayol yildan yilga ozlab mangan. Cho'ng shaharlarda va yoki hukumat o'rinlarida xizmat qiladigan Uyg'urlar orasida ko'pincha ayol 1 yoki 2 bola olgan. Mashina haydaydiganlar va qatnash vaqasi bilan o'lganlar yildan yilga ko'paygan. Uyg'urlar orasida AIDS kasali tez tarqalgan, zaharlik chekimlik avj olgan. Undan boshqa bu 20 yil ichida yuz bergan har xil voqealar jarayonida ko'plagan Uyg'urlar o'ldirilgan. Bularning hammasi Uyg'urlarning tabiiy bo'lmagan o'lishini ko'paytiradigan omillar hisoblanadi. Uyg'urlarning tabiiy o'lish nisbati, Uyg'urlarning tabiiy bo'lmagan o'lish ahvoli va planliq tug'ut cheklimasi qatorliq sabablar tufaylidan 1996 yildan keyingi 20 yil ichida Uyg'urlarning nüfusi alayida ko'paygan bo'lishi notayin.
Dünya nüfusu 1950 yıldan bu yanqı 60 yıldan artıq vaqt içində təxminən 3 həssəyə yaxın köpəygan. Amerika dünyadakı ən çoğ köçmən dövləti olub, adətdəki normal köçmən qəbul qilishdən başqa, dünyanın hər qandaq yerində yüz bergan urush və çoğ tipdəki təbii afətlər Amerikaga köçmən buluş dolqununu qozğaydiganlığı hammamizga ma'lum. Shu sababdan Amerikaning nüfus ko'payishi tabiiy ko'payish bilan ko'chmanlardan tarkib topgan bo'ladi. Shundaqdimi, Amerika nüfusi 1900-yildan keyingi 110 yil ichida aran 4 hassa. 1950 yildan keyingi 60 yil ichida 2 hassadan sal ortiqroq ko'paygan. Dunyoda nüfusi nisbatan eng tez ko'payayotgan davlat Hindiston bo'lib, uning nüfusimi 1900-yildan buyanqi 110 yil davomida taxminan 5 hassa. 1950 yildan keyingi 60 yil ichida 3 hassa ko'paygan. Yaqinqi 20-30 yildan buyon xeyli ko'p sondagi taraqqiy qilgan g'arb davlatlarida nüfusning bak ko'paymaganligi, hatto ba'zi davlatlarda nüfus ozlab ketayotganligi. Shu sababdan u davlatlar boshqa davlatlardan ko'chman qabul qilish va bola beqib olish orqali o'z davlatining nüfusga kapolatlik qilayotganligi hammamizga ayon. Uyg'urlarning 1949 yildan ilgirki nüfusini ko'pincha kishilar 4 million atrofida deb qarmoqda. Agar biz bu sonda ko'p xatolik yo'q bo'lishi mumkin deb qarsak, Uyg'urlarning nüfusi 60 yil ichida dunyo nüfusining ko'payish nisbati bo'yicha ko'payganda, bu 60 yildan ortiq vaqt ichida Uyg'urlarning nüfusi 3 hassa ko'payib, aslidagi 4 milliondan 12 millionga ko'paygan bo'ladi. Agar biz Uyg'urlarning nüfusi 60 yil ichida dunyo nüfusining ko'payish nisbatidan 1 hassa ortiq ko'paygan deb qarsaqmi, bu 60 yildan ortiq vaqt ichida Uyg'urlarning nüfusi 4 hassa ko'paydi. Aslidagi 4 milliondan 16 millionga ko'paygan bo'ladi. Agar har bir Uyg'ur oilasi o'tgan 60 yildan ortiq vaqt ichida o'ttir hisob bilan 2 bolalik bo'lgan bo'lsa, hamma odam faqat va faqatla o'z ajali bilan o'lib ketgan, hech qanday tabiiy bo'lmagan o'lamlik yuz bermagan bo'lsa, u 2 bola faqatla shu tabiiy o'lib ketganlarning o'rnini to'liqlaydi va Uyg'urlarning nüfusi bu 60 necha yil ichida hech qanday o'zgarmaydi. Agar har bir Uyg'ur oilasi o'tgan 60 yildan ortiq vaqt ichida o'ttir hisob bilan 3 bolalik bo'lgan bo'lsa, hamma odam faqat va faqatla o'z ajali bilan o'lib ketgan, hech qanday tabiiy bo'lmagan o'lamlik yuz bermagan bo'lsa, 2 bola tabiiy o'lib ketgan odamlarning o'rnini to'liqlaydi. Shuning bilan bir jup ayol nüfusga faqat bir odamni ko'paytgan bo'ladi. Natijada Uyg'urlarning nüfusi bu 60 necha yil ichida aslidagi 4 milliondan 13,5 millionga ko'paydi. Agar har bir Uyg'ur oilasi o'tgan 60 yildan ortiq vaqt ichida o'ttir hisob bilan 4 bolalik bo'lgan bo'lsa, hamma odam faqat va faqatla
o'z ajili bilan o'lib ketgan, hech qandaq tabiiy bo'lmagan o'lamlik yuz bermagan bo'lsa, ikki bola tabiiy o'lib ketgan odamning o'rnini to'liqlaydi. Shuning bilan bir jup ayol nopusqa faqat ikki odamni ko'paytgan bo'ladi. Natijada Uyg'urlarning nopusida bu 60 necha yil ichida aslidagi 4 milliondan 32 millionga ko'paydi. Yuqorqi dunyo nopusi va Hindiston nopusining ko'payish ahvolidan qaraganda hech qanday bir davlat yoki rayonning nopusi 8 hassa ko'paygani yo'q. Sabab tabiiy o'lamlikdan boshqa ko'plagan tabiiy bo'lmagan o'lamliklarning yuz berganligidan. Agar diqqat qilsak, 1990 yildan burun o'rta hisob bilan 4 dan bola bor oila xeyli ko'p sonni egallasimi, biroq 1990 yildan keyin 4 yoki uningdan ortiq bolasi bor oilalarni uchirtish uncha oson emas. Undan boshqa 1990 yildan burungi 40 yil ichida har xil voqealar va siyosiy bostirishlar tufaylidan o'lib ketganlar, o'ttir yosh va peshqadamlar bo'lgan bo'lsa, 1990 yildan keyingi bu 28 yil ichida qatnash voqeasi, zaharlik chekimlik, AIDS kesili va har xil siyosiy bostirish sababidan to'y qilish yeshidagi Uyg'ur erlar eng ko'p o'lib ketgan yildir. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu 60 yildan ortiq vaqt ichida 1950 yillarning beshidagi cho'ng tozalash harakati, yer islohoti, 50 yilning oxirgi va 60 yilning boshlaridagi ocharchilik, 62 yildagi Xitoy-Sovet munosabatining buzilishi, madaniyat zo'r inqilobi, 4 kishilik guruh ag'dirilib tashlagandan keyingi tozalashlar. Uningdan keyin 1992 yildan ta hozirgacha elib berilayotgan har xil nomdagi bostirishlar bo'libmi 11 sentabr voqeasi va 5 iyul voqeasidan keyingi qirg'inchiliklar, AIDS kesili va har xil yuqumli kasalliklar, zaharlik chekimliklar, vatanda elib berilgan 48 qatimliq atom siniqining ziyini va hokazolar tufaylidan qanchalik Uyg'urlarning behuda o'lib ketganligini hisoblash mumkin emas. Biz Xitoy tajovuzchilarining millatimizga bo'lgan bostirish siyosatlarini tilga olganda, ularning Uyg'urlarga yurgizgan planliq tug'ut siyosati va har xil bostirishlarni va qirg'inchiliklarni ta'kidlaymiz. Biroq Uyg'urlarning nopusini tilga olganda, Uyg'urlar 60 yildan buyon hech qirilmagandek, Uyg'urlarning nopusi dunyoda eng tez ko'paydigan millat deb qarab, 60 yildan ortiq vaqt ichida o'lib ketayotgan Uyg'urlarni nazardan saqit qilib, Uyg'urlarning nopusini reallikqa uyg'un bo'lmagan holda ko'ptirib olsak, o'zimizning putiga o'zimiz palti chapgan bo'lamiz. Agar nopusimiz 35 million bo'lsa, biz uni 20 million deb qaraganga, odamlarimiz ozlab nopusimiz 20 million bo'lib qolmaydi. Agar nopusimiz 20 million bo'lsa, biz uni 35 million deganga, nopusimiz birdilla ko'payib 35 million bo'lib qolmaydi. Men biladigan ko'p sondagi ziyolilar Uyg'urlarning nopusini 15 milliondan 18 million orasida bo'lishi mumkin deb qaraydi. Hozir Xitoy hukumati bizning nopusimizni 12 million deb e'lon qilayotgan bir ahvolda
Agar qo'limizda kuchlik bir isbot bo'lmasa, nopusimizni 35 million deb o'zimizning ziyolilari qabul qilmagan bu songa boshqalarni qandoq ishondira olamiz? Bundaq bir ahvol ostida eng muhim bo'lg'ini nupusimizda ko'ptirilgan bir son bo'lmasdan, balki ko'pchilik qabul qilgan, reallikqa eng uyg'un bo'lgan, tashkilotlar aro birlikka kelgan bir son bo'lishi kerak. Agar biz hatto mushu bir sondimi birlikka kelolmasak, boshqalarning bizga bo'lgan ishonchisini qandoq tiklay olamiz? Hozirgi ahvolda bizning nopusimizni 20 million deb atash bilan 35 million deb atash bizning ahvolimizda alohida cho'ng bir o'zgarish paydo qilishi notayin. Agar bor desak, faqatla bizning nopusimizni 35 million deb o'zimizni o'zimiz xush qilishdan boshqa narsa emas. Men Uyg'urlarning nopusi cho'qim mundaq deb kesib aytolmayman. Biroq men ishonchlik bir sonliq ma'lumotga erishmagicha Uyg'urlarning nopus to'g'risida tashkilotlar orasida birlikka kelish bak muhim deb qarayman. 2018 yil 6 oyning 15 kuni New York